Assalomu alaykum. Saxovatkor onabachilar, sog'omon bo'lsizlar, hurmatli onabachilar. Xudo xolasa, yangilik zo'ri bo'lib turibdi. Bir ko'rib bir mashg'ulot desangizlar bo'ldi. Hurmatli onabachilar, yine proyektimizda strapilaligi bu. Shiprimiz materiali, uy ichlarini porlari, hurmatli onabachilar, hamma taxtasi keldi ishlaydi. Alloh rozi bo'lsin. Shunlardan ko'rib turganlarimiz yine. Bir mahin taxta geldi hurmatli onabachilar, xudo xolasa yine. Yine hürmetli onabachilar, xudo xolasa ertang Mirzabek ukamiz kelsa, joyi xudo xolasa ustini kuydirib olsak, hurmatli onabachilar, bismillohdan xudo xolasa boshlab beramiz. Be'tibor bo'lmasada umiddaman, hurmatli onabachilar, ko'rib turganlaringizdek ağaçlarını alıp ko'rib turganlaringizdek bosirib bo'la keldilar. Endi buni faqat kuyada yeri qoldi, hurmatli onabachilar. E'tiboringizni qaratib tursangiz, endi shu ustalarning haqqini berib olsak, hurmatli onabachilar, keyingi yana pulimizni ishini üstüne kuydirib beramiz, hurmatli onabachilar. Havolangiz bormi yo'qmi? O'tgan proyektimizda metr kvadrat 60 ming so'mdan kuydirib berdilar. Muxtor aka, üstüne necha kvadrat metr chiqarmi aka? Taxminan. Ustalar aytamazdı. 8'e 9 mu? Ha. 8-9 necha bo'ladi? 8-9 oladi aka. Hisoblanib turibman shuni aka. Men kesgan 65 kvadrat mı üstü общий? Ana. Ne var? Banem var. 4 kvadrat. 60. Baba 70 kvadrat ben hurmatli onabachilar, 70 kvadrat metr üstünü kuydirish kerak. 60 ming so'mdan kvadrat metri deganlar shu vaqtimda. Hozir bilinman, lekin endi xudo xolasa endi shunga oz-moz e'tiboringizni qaratib tursanizlar, üstünü kuydirib olsak, xudo xolasa ko'rib turganingiz materiallari keldi, hurmatli onabachilar. Uy ichini porlik, şiperlik, hurmatli onabachilar, hamma material yeterli o'zina. Xudo xolasa. Bir yana şu ustalar hakkını chiqarib basak, hurmatli onabachilar, dim bir ajoyib bo'ladi. Chunki şu ishlab turgan ustalar hakkını berishimiz kerak. Hurmatli onabachilar, bular ham bir 10 ga 15 kun bo'ldi kelib, shu yering Rozgin mamani tez uyuna ekkirildi, incide, hurmatli onabachilar, günde ishlab atdılar gelip. Allah razı olsun şu ustalardan. Xudo xolasa, hurmatli onabachilar, akşam geçti efirimizde hurmatli onabachilar 1 milyon 700 ming so'm pul tushadi. Azanda bir taşap mekeye desem, hurmatli onabachilar, rossiyskiy kartamizdagi pul tushgan ekan. 600 necha so'm bo'lib tushibdi? 630 mi, 660 mi bo'lib tushgan. Shu bilan hurmatli onabachilar 2 milyon 300 ming so'm bo'libdi. Endi hurmatli onabachilar, xudo xolasa shunda e'tiboringizni qaratib tursanizlar, bugun hozir men akşam efirdagi yanılgan rossiyskiy kartada tushgan pullari hurmatli onabachilar qo'limdan kelsa ustalarga berib beraman. Endi bu yon tarafini oz-moz shunda e'tiboringizni qaratib tursanizlar, hurmatli onabachilar, xudo xolasa shular pulni berganning uchak ustini kuydirib, hurmatli onabachilar, Mirzabek ukamiz kelib boshlayib beraman shay, xudo xolasa. Asosiy zataveramiz deb turibdi. Shu inson ham duo qilib qo'yasizlar. Mirzabek ukamiz o'zimiz o'shardan avvalda ishlab kelayotgan yigit o'zimiz bilan. Xudo xolasa, buni shiperini hurmatli onabachilar, tunikalarni sizlarga bir qator ko'rgazib o'taman. Agar urab bo'ladi ekan desangizlar, inshaalloh endi shu tunika shu nedan berilgan ekan, hurmatli hokimiyat tarafidan yordam berilgan ekan. Ko'rib turganlaringizdek, hurmatli onabachilar, shu ozgina yer ishori hurmatli onabachilar, shu ichi bor ekan. 40 tashab bir yon tarafini ishlatib bo'ladi bu desangizlar, shuni uramiz. Yo'q, birovga yordam etaman, shuni urmang desangizlar, hurmatli onabachilar, toza tunika olishga to'g'ri keladi. Bir yere yetkin tunikasi bor ekan, lekin ozgina yeri shu yerda zanglagan ekan, hurmatli onabachilar. Yo'q, alamiz desangizlar, boshqa tunika olib beraveramiz. Lekin hurmatli onabachilar, materiali o'zina yetarli. Taxtasi, strapilasi shu shipri uchun berilgan ekan, hurmatli onabachilar. İçanın porluq taxtalar ham bor inshaalloh. 107 dan taxtasi bor, hurmatli onabachilar. Taxtasi ham yetarli. Rekasi ham yetarli, hurmatli onabachilar. O'zidan rekam chiqarsa bo'ladi inshaalloh shuni. Lekin tunikasini o'zingiz bir fikr bildirib kommentariyada qoldirarsizlar. Yo'qmasa kechki efirlarimizda aytarsizlar. Xudo xolasa, boshqa narsasi hurmatli onabachilar, faqat usta puli yig'nashimiz kerak. Boshqa hamma o'zi bor. Ko'rib turganlaringiz. Endi shu ishlab turgan ustalar hurmatli onabachilar rozichiligini olib olsak, xudo xolasa bir ajoyib bo'lar edi. Muxtor akam qana? Muxtor akamdan so'rang, qani bu ağaç tortib ben chetida ekanlar yo iqson etam ekanlar? Muxtor aka, ağaçni tortganingizda ko'mak etasizmi yo pul so'raysizmi? Ayting. Birisini iqson etib beraman endi. Yaxshi. Yağaç eksan.
Ana hürmetli arkadaşlar şu insanlara dua kılıp koyasılar. Yağaç tartkanımız ihsan dediler fakat şu örgeni sesmanın pulunu elbette berişimiz gerek hürmetli arkadaşlar. Görüp toğalan akşamki pul şu. Şunda 9 milyon neçe oldu aka. Emmesi olup. Ağaç ne oladı olsa. Opşi. 9 milyon 300 milyon şimdi bol verdi okşi. Kitap koysa hey. Bu oldu hürmetli arkadaşlar. Görüp toğalanız deyin. Şu ustaların hakkını ödüp verirsek inşallah bir gün ben kisemdeki akşam yeni ağarımı varsa bir gün veremem lakin itibarınızı güç ettirip dursanız da Xuda kalasa şöyle üstlerine kuyu vereceğim hareket kılmız tez günde hürmetli arkadaşlar bir yana indi final hem yine bir gel hürmetli arkadaşlar Hazaristan bir insan joyun 50 tarafına yorma kapı iç ne etti? İrsan kıldılar hürmetli arkadaşlar. O MDF iş çeker lakin yorma kapı taşkar tarafı mosta kalın materialdan zetelgen ekan hürmetli arkadaşlar. Demir iş kemez. Lakin chiroyli iş kelgan hurmatli arkadaşlar bunu etkelip işine koyup berçe hareket kılaman Xudo kalasa ertangi videolarda qo'ldan kelsa sizlarga ko'rgazaman. Barib buni uloq bilan ekkelish kerak ekan hurmatli arkadaşlar. U uyinda turgan ekan bir uyinda. Shu ikki tingdan shuni qo'yib bering ko'ra dedilar. Aytdim bo'ladi. Xudo kalasa duo qildirib qo'yaman deb shu videolarda sizlarga qo'ldan kelsa aytib turibman. Anglan tarafa hurmatli arkadaşlar taxta ishga berdilar lekin bo'ladi desangiz taxta ishga o'zini qo'yib beramiz yo'q. Şuan bir tuşarlısından bir iş öpperemende insan olsa etkelip beraberse bu olmasa erten bir taxta iş şuana hürmetli arkadaşlar şu insanın özü yine beremen dedi. Taxta iş beremen dedi şuana koyup beremezdim bu olmasa. Anlam boğan tarafına. Lakin iki taraf hürmetli arkadaşlar işleri hemmesi banin ikem bu iki kanan ikem teyar. Hürmetli arkadaşlar ese Allah razı olsun barchangizdan sog'lom bo'lgaysizlar. İhsan sever inşallah shunday videolarimizni tashakkur qilsangiz biz xursand bo'lamiz sizlardan. Yaxshi bir chiroyli kommentariyat yozib, like'larga bosib yaxshi insonlarga jo'natib qo'yinglar. Allah razı olsun barchangizdan sog'lom